Mana shu kvartiramiz mehmonxonasiga 15 kishi bemalol sig'adi. Bundan tashqari mana shunaqa chiroyli mehka zona qo'yilgan, parda, gilam qilingan, devorlar polностью atachenta qilingan. Mana bu yerda esa bizlarda televizor joylashgan, televizor qo'yish uchun joy va mana shunaqa qo'shimcha polkalar o'rnatilgan. Kvartiramizni koridor qismi mehmonxona polностью atachenta qilingan. Bu tomonda bizlarda asosiy kirib kelishimiz joylashgan va prixoja mebel ham o'rnatilgan. Mana bu yerda esa bizlarda bolalar yotoqxonasi kattagina, panoramli oyna qilingan, parda, gilamlar to'shalgan va devorlar aboy bilan bezatilgan. Mana bu yer esa bizlarda kattalar yotoqxonasida ham hamma kerakli mebel jihozlari bor. Ko'rishlaringizdek va mana bu yerda bizlarda radiator joylari o'tkazilgan. Kvartiramiz polностью pol qilingan. Bundan tashqari mana shu narsani o'tkazganlarning sababi bir xil odamlar bor. Uxlaydigan joyda, yashaydigan joyda pol bo'lmasin, koridor faqat bo'lsin deydi. O'shanaqa odamlar uchun radiator joylari o'tkazilgan. Bu yer esa bizlarda oshxona bo'lyapti. Oshxonamizda hamma kerakli mebel jihozlari bor. Bu yerda ham oynasi bor. O'tirib nonushta qilish uchun joy kattagina. Ikkita razin sanuzel tushgan kvartiramizda kvadrati 94 kvadrat, 8 qavatli domning 5-qavati Novostroyka g'ishtli domda joylashgan. Gagarinada orientir buvshi xleb kombinat bo'lyapti. Kimga qiziq bo'lsa agar pastda ma'lumoti narxi bilan yozib qoldiramiz. Telefon qilinglar, yana arzonroq qilib olib beramiz kvartirani. Kvartira qidirib yurgan tanishlarga yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Ko'rishguncha.